Voy, uyingizga sovchilikka keldik. Xush kepsizlar. Uzr. Tingillamay hali hech narsa bo'lgani yo'q. Men oldin tayyorlagan narsasini yeb ko'raman. Yo'qsa uylanaman. To'rshi meni. Какая безвкусная. Ketdik, mam, bo'lmaydi. Qanaqa qiz tarbiyalayapsizlar? Menga aktyorski qilmaydi, unaqa. Normal ovqat qilsin edi. Qilgan ovqat menga yoqmadi. Kim o'rgatsin bu bechorasiga? Bu bahona bo'la olmaydi, amaki. O'zingizni qiynamang. Qizi chiroyli ekan. Chiroy bilan qoningiz to'yadimi? Yo'q. Другой вариант есть? Yes. Давайте. Idiyotdi. Endi qizim. To'xtang xolashga. Oldin qizingizni ko'raylik, qo'ldan ovqat yeb ko'raylik, shunga qarab baho beramiz. O'g'limi juda ham didi nozikda. Nozik. Assalomu alaykum. Ya nimaga g'uromlik qilyapsan? Nimaga g'uromlik qilyapsan? Xolaman sizga qizingizni chaqiring dedim. Xolasi nima? Xolajonisi bizga qizingizni chaqiryapsiz. Man Nozikni o'ziman. Noziksizmi? Nozimincha nozik. Какой вкус? Какой аромат, прелесть. Bularni qanday tayyorladingiz, Nozik? Men ovqatga miltir yog'lardan soldim. Salatiga miltir mayonezdan, pishiruvlarni esa miltir margarindan qildim. Miltir baribir yaxshi-da. Men Nozikga uylanaman. Keyin qanday boqasan? Ayajon, shuncha buqa boqdimmi? Nozikni boqolmayman. Nozikcham o'zimni. Injiqcham. To'pay! Ey, to'pay dedim-a? Yo'q, tushlaysan sen. Ey, tushlamayman, to'pay! Nozik nihol bo'yingdan janona qiz janona